Xo'sh do'stlar, barchaga salom. Sizlar Zeyd Jaloliddinov YouTube kanalidasizlar. Bu galgi bizning videoroligimizda Dream League Soccer 2026 o'yinida bugun biz sizlar bilan do'stlar Dream Stars tarkibini tahlil qilib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin esa do'stlar videorolikka like bosib qo'yib, kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, oldingi videoroligimda aytgandim, 500 dollar yig'sanglar Dream Stars futbolchilarini tahlil qilib chiqamiz degandim. Xo'p, sizlarning podeshkalar va 500 likedan ham oshib ketgan. Xo'sh, mana shu videorolikda biz sizlar bilan bugun do'stlar Dream Stars tarkibini tahlil qilib chiqamiz. Albatta do'stlar, bularning hammasi tahlil bo'ladi. 100% mana shu futbolchilar keladi deb o'zim ham shaxsan aytolmayman, lekin 100% emas, uni 50% o'zimga уверенный bo'lib aytaman. Endi qolganini do'stlar vaqt ko'rsatadi. Bo'lmasa ko'p cho'zib o'tirmasdan sizlarga bitta videorolik qo'yib beraman. Iloji boricha do'stlar, videorolikni pasaytirib qo'ysanglar ham bo'ladi ovozni, agar baland bo'lsa. Xo'sh do'stlar, mana shunaqa tarkib kelishi mumkin Dream Starsda. Endi bu katta ehtimol, sal-pal qiyinrog'i, mana shu futbolchilar katta ehtimol keladi. Albatta Abduqodir Husanovni ham kutib qolamiz. Endi kimga qanaqa nima qaraydi bilmadim, endi kommentariyaga o'zingizlarning izohinglarni yozib qoldiringlar. O'sha izohga qarab keyingi videoroliklarda video chiqarishni davom ettiraman. Albatta do'stlar, bu videomizda 1000 ta like yig'ib bersanglar, Xudo xohlasa, Champions kartalarini ham birgalikda tahlil qilib chiqamiz, birgalikda izlanamiz, birgalikda harakat qilamiz do'stlar. Nimalar bo'lsin DLC 26da. Ayniqsa do'stlar, DLC 26 ni hozirdan aytib qo'ying, 26 oldingi DLC'lardan qaraganda juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, nimaga unaqa deyapman? Chunki oldin DLC 21larda masalan mazza qilib o'ynardik. Ronaldo 88, chunki Messi 99 bo'lardi u payt. Neymarlar bo'lardi, Ibrahimovic mi, Bale mi? Hozir ular yo'q. Lekin do'stlar, yozda ishonasizlarmi, unaqa kartalik kelmasa ham, lekin zo'r kartalik keladi. Xo'sh do'stlar, albatta 1000 ta like yig'sanglar, Xudo xohlasa, tahlil qilib chiqamiz. Albatta sizlarning podeshkalar, YouTube kanalimni ham rivojlantirib olsam, juda ham zo'r ish bo'lib ketardi. Albatta do'stlar, ekraningizda chiqqandek o'zimning Telegram kanalim, birinchi yangiliklarni o'zimning Telegram kanalimga tashlab boraman. Bemalol o'tib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlar bilan esa do'stlar Zeyd Jaloliddinov bo'ldi. Hammaga rahmat do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.